Şun hazır mesela sizniki bayı Mevlam tasvirlagandek mushundaq bir ulug' liderimizni bir chetga qayrib qo'yib, hozir o'ttirliqda juglab yurgan bir turkum insonlar bor hamdi. Xalqimiz ham e'tirof qilib ketmaydigan, ammo nagil bo'lsa, yolg'on tashviqot qilib turadigan odamlar az emas. Hozir maydon shularga qoldi. Endi masalan, buning uchun sizniki mushu qurultayda vazifa olgan vaqtingizni tortib tarixni biza eslab o'tishga to'g'ri keladi. Hem siz 2005-yili ben Avrupa'da vaqtim Amerika hükümeti sizni qo'lingizdan tutib, aşı Xitoy turmusidan qutuldirib chiqqandan keyin Amerikaga kelgandan keyinlar xalqimiz orasida bir umid tug'ilgan. Haqiqiy liderimiz keldi, haqiqiy liderimiz erkin dunyoga chiqdi. Endi bizning davoyimiz oqadigan bo'ldi, davodan umid kutsak bo'ladigan bo'ldi deb nihoyatda hayajonga cho'mdi xalqimiz. Hem uzun o'tmaylar sizga teklifler kelishga başladı. Mesela aynı vaqtda siz yeni chiqqan vaqtda Uyg'urlarning tashkilotlaridan ikki cho'ng tashkilot bordi. Birisi qurultay, birisi sürgünlük hükümetti. Hem de xalqimiz arasida mushu sizni har ikki tashkilotga lider bo'lib berishga taklif qilish sadolari kelgan shu chog'da. Ammo siz qurultayda rais bo'lishni tanladingiz, qurultayni qo'lingizga oldingiz. Bunun da sizin qurultayni qo'lga olishingizda mush xalqimizning kuchli arzu talablari asosli rol o'ynadi mu va yoki qurultaydagi rahbarlarning kuchli arzusi bilan sizni kuchli taklif qilishi bilan siz bu qurultayni qo'lga oldingizmi? Rahmat. Oldi bilan men mushu Mevlan efendimdan ki Uyg'ur xalqining farzandining menga bergan baholari rahmat. Men aşındaq xalqimga shundaq bir lider bo'lishni va xalqimga shundaq ona bo'lishni, shundaq bir jangchi bo'lishni orzu qilaman. O'zim shundaq texmo shundaq bo'lib yetildirib menishga tirishman. Endi siz Mevla efendim dedi, siz mi dediniz? Uyg'ur xalqininki bu men bu boşluk xeli uzundan beri bo'lgan boşluk bo'lganligi uchun bu yerga chiqqandan keyin boshqa birsini olib chiqaman dedim, bayatim dedim, chiqamadim. Dal men turmada qol vaqtimda Washingtonga erkin olib tekin Nuri Turkel bilan billa men bilan suhbat o'tkazishga keldi. Şundaq bir qurultayninki qurilganligi, bu asli bu qurultay yalnız bu Dünya Uyghur Qurultayı, hozirgi bu Dünya Uyghur Qurultayı emas, Türkiye'de dastlabki milliy qurultayning ochilganligi. Buningdagi rasmlarning hammani menga ko'katdi. Endi mushuningda qarasam bütün koni inqilobchilarning rasmi bor endi. Avval shu milliy qurultay ochilgan shu milliy qurultayninki qaytib kelib yoshlar qurultayı va boshqa tashkilotlar bilan birlashib Dünya Uyghur Qurultayini qurib chiqqanligini o'tirg'a qo'ydi. Endi men shu tarixdagi Sharqiy Turkiston Uyg'uristonning mustaqil davlatimiz qurilgan vaqtidagi yodgor odamlar va shu peshqadamlar, shu vaqtdagi liderlarimiz, jangchilarimizning hammasini shu Turkiyadagi milliy qurultaydagi rasmda shu Ahmad Egamberdim bor shu vaqtda saylangan. Şu resimde gördüm. Hem de şu adamların kaldığı kelip kurultayga birleşip bu Dünya Uyghur Qurultayı kurulgan bolsa, aşılarının ki hürmetli bizim davayımızdan tarihten kelivatkan tarihi adamlarımızdan bunu men süpürüp etişini, bularını kaldırıp etişini ve bularını bundaq vayran bulup ketişini görüp turuşunu özümge cinayet ve hatalık tepkisi kıldım. Sürgünde hükümet meselesiga kelgan vaqtida sürgünde hükümet hem de yeni kurulup diken, bir ajlı olup diken kurulgalı. Bularning içinde onda nizah yok iken, bular hem de kurulup atkandikin bular orundan kop ketidi dep oyladım. Endi şunda milli qurultay, yoshlar hemiz kurgan bu bir tashkilotninki Dünya Uyghur Qurultayı dep mening Uyg'urimning ismi bilan qurilgan bütün tarixiy inqilobchilarimizning qoldiqlari hammasinin arzusu bilan qurilgan bir organning vayron bo'lib ketish oldida turganligini erkin olib ketgan bu Nuri Turkel menga o'tirdi Washingtonda qo'ygandan keyin men buni tekshirsam rost deganda 3-4 odam kelib qolibdi. Qolgan odamlar hammasi chiqib ketibdi buningdan istiqbol berib.
endi bir kısım adamlar radyo işliğiyle iş çıkıp ketdi. Endi şu adamın özünü bazıları pizza setibdi, bazıları Celil Karkaş'ınkide muhbirlik qilib beribdi. Bazıları başka işlerini qilibdi. Qurultay yo'q bo'lib ketdi. Kurashsam bilan so'zlashdim. Kurashsam bundan mushunda bo'lyapti deb men istifa berish oldida turyapman. Mushunda gap siz bo'lsa, mush qurultayni saqlab qolsak dedi. Endi bu yerda Erkin Alptekin, Nuri Turkel, Kurash Ko'san bularning hammasining gapi o'xshash chiqqandan keyin men mush peshqadamlarimizningki bosgan izini saqlab qolay deb Germaniyaga berib bu qurultayni asliga keldi. Men qurultayni asliga kelgan vaqtimda men o'yladimki bu xalqning Uyg'ur xalqining milliy qurultayning xalqlarining Sharqiy Turkiston ozodlik bizning davlatimiz qurilgan yodigarlarining ve bu tarihten kelyapkan mayli Mamtud nazorat qurgan bo'lsin, mayli boshqa qurgan bo'lsin, bütün tashkilotlarning yig'indisining hammasining birikma bir o'rni bo'ladi, ham shu o'rni deb shunday bo'lib. Men hargizmi 12 adam biz qurgan bu bizning tashkilotimiz boshqalarning emas degan gapni buni anglayman deb o'ylabmi bakmadim. Bu xalqning deb keldim. Şu qurultay, şu milliy qurultay, Dünya Uyg'ur qurultayi bütün dünya Uyg'urlarining bütün dünya Şarkı Türkistanlıklarının hemmisinin ve Uyguristanlıkların hemmisinin kurultuyu buludu. Rep geldim. Bununla başkalarımı hoşuna koşuldu. Koşulganlığı üçün ben endikin kurultayının ki rehberlik ornunu hemmisi meninki lider buluşumunu mengülük lider buluşumunu saylam ötkezmesligimini hayt dünya boyunca hepler vekiller ivetketti. Bunu ben kabul kıldım. Neyim için diye vaxtıda müşakitim qarab baxın ben xata qılmaptım ben deb oyluğunum. Prezident Trump bilen Joe Biden'ın talaş tartışqığında muş Amerikadaki saylamlarda özünün xalqiga, özünün qilib beraleydigan işini tonup yetken bir rehber onu zayıflatmay xalq berish kerak. Şu narsani o'zimda bor ekanligini ko'rib yetganligim uchun men mush turayotganlar hammasi de özünün shunda iqtidorining bor ekanligini ko'rib yetgan bo'lsa meni tanlamaydi. Özleri hemmisi talışıp bekipti. Hukuk talışıptı. Kurultay yeni kurulgan vaxtıda Erkin Alptekin, Dolkun Eysa, Ömer Kanat, Eskarcan, Envercan bulanın oturdu cidel, muhacirat, talaş, tartış, hukuk talışı nurgun bu parçalanıp ketipti. Lekin men kelgendikin muşu talaş tartış kıvatkallarının hemmisi özünün kimligini konup özünün iqtidarıga baha bereligen. Bular özü kelse bu kurultayın asliga akilenmeydiganligini, özü kelse hech kimning oqidan ergashmaydiganligini, özü kelse bu ishning mavjud chiqmaydiganligini, mani e'tirof qilmaydigan bir-biri bilan muqobil birlashganda shu vaqt bir-birini faqat e'tirof qilmaydi. Bu ishning bo'lmaydiganligini yetgandikin faqat bu ishni birlashtirayotgan bir kuchning Rabia Qadirning vujudida bor ekanligini tunib yetkazga bular mendan bir adam chekinib ekan. Lekin men shu vaqtda bularni oliy janoblik bilan Mana mening mushu iqtidorimdan foydalanib, mushu dunyoga Uyg'ur davosini oldigan bir saf jangchilarga men hem general bo'ldim, hem shular bosh bo'ldim, hem Uyg'ur xalqiga lider bo'ldim, hem ma'naviy ona bo'ldim deb men mushlardan mushunda chiqqan. Chiqqandan keyin bular men bilan nayki yaxshi ishdi, mayli yaxshi ishlasin, ya mayli normal ishlasin, hammasining saviyasi chekdik. Bilishi chekdik. Bular siyasi cihettin biz hemimiz terbiyelenip çıkan adam emas bular. Şuna koldan kelişçe mening etrafımda tutup işledi. Men imkanımın biriçe, meyli Alim Seyitip olsun, meyli Ömer Kanat olsun, meyli Dolkun Eysa olsun, meyli yanı birisi olsun, hemmisini imkanımdan yetişçe terbiyelep, çeşitli kağallarının hemmisini Dünya Uyg'ur Qurultayının içine ekirip, daim komitesi azası kılıp, ben bütün hemme teşkilatlarını birlikte ekilimen, bir avazning ostiga kelsanlar men bo'ldi lider bo'lay. Dünya Uyg'ur Qurultayi reis bo'lay. Bütün hammanglar Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillik tashkilot deb e'tirof qilsanglar men kelay desam, bütün dunyodagi tashkilotlar mening xalqim, mening gapimni angladi ham mushuni amalga oshirdi. Shuning uchun men Dünya Uyg'ur Qurultayining reis vazifasi va Uyg'urlarning liderlik vazifasi va ma'naviy onalik vazifasi uch vazifani men oldim. Endi bu yerda bir adam özünün iktidarını bilse, aşını xalqqa işlik berish farzken.
Ben hazır Amerika'daki talaş tartışları, Zunt'un talaş tartışlarından bildim. Hem de özünün iktidarını konumay durup. Ben de iktidar bağ mı yok mu demeyi falan çıkıp lan ben başlıklı olsam bulduğuna okşaydı degen bu neme o degen vaxtıda bu Xitay hükümeti bizim besi vargan dikin aşılarının alıp çoğduyacağın, dadıyacağın, çocuğu bulduk Allah yamış görüp birinin üstünde maşınmayacağız bizim halkımızga biraz sınıp kalgan. Sınıp kalgan bulan dünya Uygur kurtini aşının okşaş karab kaldı. Çıkıp ben onun reis olup, bunun bağ reis olup, onun ma teşkilatını kurtlam, bir tarmak olup, bunun reis olup, bunun bu reis olup, bunun bu reis olup. Ne? Sen kimin reisi, ben madın reisi. Sen kimin reisi, ben madın. Muşu neresi olar? Kesip bulaldı. Şuna ben dünya Uygur kurtuyuk özemli köz düşümde muşu hallaş minimki Şarkı Türkistan ve Uyguristan müstakil devletimninki barlık yadigarları pişkatem davagarlarga boğan hürmetim bilen ben muşunu özemli saldım. Rahmet.